Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, ekskavator pogroschiklar ishqibozlari, hammalaring bilasizlar. YouTube kanalimizda yangi nimalarimiz kelgan. Hozir bugun yana bitta klientimiz Samarqand Payariq tumaniga ketyapti. Keyin yana bittasi ikkinchi meshalkamiz Sirdaryo Sayxunobodga ketyapti. Xudo xolasa, bugun ikkita klientimiz olib ketyapti mana. Taassurotlarni hozir egalaridan so'raymiz. Meshalkalarimiz lyuklari bilan komplekt kelgan. O'zi yechib, o'zi taqadi. Bu 1.8 meshalkasi, hammalaring xabarlaring bor. 1.8 ga qo'ysalaring ham bo'ladi. Bu 7 tonnalikka qo'ysalaring ham bo'ladi. Sinovdan o'tgan. O'sha buni klientlarimiz ishlatyapti. Egalari bilan ikki og'iz suhbat qilamiz hozir. Assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Ismingiz nima aka? O'zingiz tanishtirsangiz, qayerdan keldingiz? Samarqand Payariq tumani. Qanday ekan texnikalarimiz, meshalkalarimiz, ozroq ikki og'iz ma'lumot bersangiz. Bu yangi texnika ekan men uchun. Ha. Bu ishlatishim uchun qulay narsa ekan, shunga qiziqib keluvdim. Ha. Ixchamroq. Ha. Beton qorishlarga, loy qorish ham bo'lar ekan. Aka, yana bitta savol. Nima uchun Carmix olmadingiz, buni oldingiz? Nima uchun? Misol Carmix ham sotiladi. Nima uchun Carmix olmadingiz? Bunda daryo toshlaridan qorisa bo'lar ekan bemalol. Ha. Demoqchisizki, ikkita texnikani bittada jamlangani. Ham tosh ortasiz, ham nima, daryo toshi. Toshini buni ichida ortmaydi. Tosh ortishiga o'zini alohida kovushasi bor, mana bu yoqda. Tosh ortishiga alohida kovushasi bor. Buni ichida tosh tashimaydi, faqat beton nima qiladi. Yana nimalarga, xaridorlarga nima o'zingizni tavsiyangizni bildirasiz? Samarqanddan bizda juda ko'p kuzatuvchilarimiz Rossiyadan kuzatadi, Tojikistondan kuzatadi. Tojikistondan juda ko'p murojaat qiladi bizga. Shularga nima tavsiya bildirasiz? Maslahatim olsa, ishlash uchun qulay texnika ekan. Aha. 1.8 pogroschiklari borlar ham olib qo'ymoqchi-da. Nima maslahat berasiz? Qo'ysinmi, qo'ymasinmi? 1.8 pogroschik men ham haydab ko'rganman, haydagan. Aha. Yaxshi narsa. Qo'ysa bemalol ishlatsa bo'ladi. Siz demak Carmixdan ko'ra buni ma'qul ko'rdingiz. Buni ma'qul ko'rdim. Rahmat katta. Mana klientni mijozimizning xolis fikri Samarqand Payariqdan kelibdi. Sizlar ham telefon qilinglar, mana nima qilinglar. Aziz ekskavator kanaliga obuna bo'linglar. Aka, yaxshi kunlarga mining. Xudo xolasa ishlaringiz rivojini bersin. Yana keyingi nima taklifimga nima deysiz? Plastik apalubka haqida? Keyin apalubkaga qiziqib turibman. Ha. O'sha apalubkadan olmoqchiman endi birdansiga. Plastik apalubka, uni ham xudo xolasa olib kelib beramiz, xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni bilasizlar, 320 0550. Yaqinda yana yangi nomerlar qo'yamiz. Xudo xolasa murojaat qilinglar. 1.8, 3 kubalikka ham, 3.2 kubalikka ham bunaqa meshalkalar bor. Bu narigi meshalkalardan juda farq qiladi. U meshalkani menga ko'p odam jaloba bilan tashagan. Buni motori ancha katta, 2 barobar katta. Bunga keng ustiga krilo ham kerak emas. Chunki buni o'zini motorini metali qattiq. Xolasalaring katta toshni tashab ko'ringlar ustiga. Mana metalni qalinligi motorni.